Qutb yog'dusi bu yer yuzidagi eng chiroyli tabiiy hodisalardan biri. U asosan Shimoliy qutbda paydo bo'ladi va osmonni yashil, ko'k va hatto qizil ranglarda yoritadi. Lekin ko'pchilik bilmaydigan eng qiziq narsa shuki, bu yorug'lik aslida Quyoshdan kelgan zarralar va Yer magnit maydoni to'qnashuvi natijasida hosil bo'ladi. Ya'ni Quyoshdan chiqadigan juda tez harakatdagi zarralar Yerga keladi. Yer esa o'zining magnit qalqoni bilan ularni yo'naltiradi va shu jarayonda osmon yorug'lik bilan yonadi. Eng qiziq faktlardan biri, bu yorug'lik aslida tovush chiqarmaydi. Lekin qadimda odamlar bu hodisani osmon ruhi harakat qilmoqda deb o'ylashgan. Qutb yog'dusini faqat juda sovuq va qutbga yaqin hududlarda ko'rish mumkin. Masalan, Norvegiya, Islandiya va Kanada shimoli. Agar siz uni bir marta ko'rsangiz, hayotingizda unutilmaydi. Chunki bu tabiatning eng go'zal yorug'lik shousi. Agar shunaqa qiziqarli faktlar yoqsa, kanalga obuna bo'ling.